Bittada shunaqa rezultat. Bomba natija. Fotima Zuhra har kuni sevib ishlagan maskarani bugun sizlar bilan obzor qilamiz. 1, 2, 3. Tadam! Yuzimizga hozir hech nima surmaganmiz, lekin yaltirashini qaranglar. O'zimiz bir oydan beri testdan o'tkazib shunaqangi sevib qoldik. Ikkalasi ham yuzinglarni chuqur namlantiradi, lekin farqi nimada? Bunisiga 24 ga oltin zarrachalari va ulitka kirgani sababli yuz terimizning elastikligini oshiradi. Mayda va chuqur ajinlar ketib, yuzimiz yanada yosh ko'rinishiga sabab bo'ladi. Bunisiga esa atirgul ekstrakti va glutitson kirgan bo'lib, yuzimizni pigmentatsiyalardan xalos qiladi. Yuz tonusimizni oqartirib, qizarishlarni kamaytiradi va shunaqangi porloq yuz egasi bo'lishingizga yordam beradi. Kelinglar birga obzor qilib ko'ramiz. Bitta qo'yishdagi natijani qaranglar. Boshqa yuzimizda hech nima yo'q, bitta maskani o'zi shunaqangi yuzimizni o'zgartirib qo'ydi. Yaltirashni gapirmasa ham bo'ladi. Mamta dog'cham bor edi, dog'im ham yo'q bo'ldi qoldi. Agar sizlar ham shunaqa natijaga erishmoqchi bo'lsanglar, albatta shu maskalarimizdan foydalanib ko'ringlar. Naqd 2 haftaning ichida yuzingiz sizlarning ham o'zgaradi. Bemalol Telegram kanalimizga o'tib zakaz berishingiz mumkin. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz va sizlarni har doim xursand qilishda davom etamiz.